Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men İftihar Abdurashid. Bugun payshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızning tafsilotida bo'lsin. Amerika poytaxti Washingtonda 24 iyun davlatlik qurol yarog' munbiri tarafidan o'tkazilgan Xitoyning Amerikadagi josuslik harakatlari va uning ta'siri haqidagi yig'inga Dünya Uyghur Qurultiyi ijroiya komitetining raisi va Uyg'ur harakati tashkilotining boshlig'i Ravshan Abbas xonim, Uyg'ur tadqiqot markazining direktori Abdulhakim Idrislarma qatnashgan. Bu yig'in jarayonida Ravshan Abbas va Abdulhakim Idrislar Nebraska shtatining Kengash palata a'zosi Eliot Bostar bilan ayrim ko'rish elib berib, Uyg'ur masalasini tanishtirish va fikr almashtirish fursatiga erishgan. Shundaqli yana Pensilvaniya universiteti Harrisburg tarmog'idagi Xitoy josuslar mutaxassisi Nick Eftimiadis bilan ayrim suhbat elib borgan. Suhbat jarayonida Nick Eftimiadis apandi Ravshan Abbas xonimga o'zining Xitoy josuslari harakat va strategiya degan kitobini sovg'a qilgan. Ravshan Abbas xonim tiz pikmas bir Uyg'urning erkinlik yo'lidagi ko'rishi degan kitobini taqdim qilgan. 2025 yılı 7. ayının 2. günü BDT'da o'tkaziladigan kishilik huquq kengashining 59. navbatlik yig'ini mezgilida Dünya Uyghur Qurultiyi, Uyg'ur harakati tashkiloti, kishilik huquqni qo'g'dash tashkilotlari va Tibet, Hong Kong tashkilotlari birlikda Janvada Xitoyning chegara halqagan bostirishlari to'g'risida muhokama yig'ini o'tkazdi. Onundan başqa yana Dünya Uyghur Qurultiyi markaziy ishxonasidan bir hay'at mushu ayning oxiri Janvaga boradigan bo'lib, Janvada o'tkazilmoqchi bo'lgan faoliyatlar haqida ma'lumot bergan Qurultayning tashqi ishlar mas'ul muavin raisi Zumratay Erkin xonim stansimizning ziyoratini qabul qilib mundaq dedi. Aldığımızdaki hafta Dünya Uyghur Qurultiyi bir hayat BDT'ga bağmakçı. Şu bir haftalık programda aldın kat başlanğan 59. növbətlik kişilik huquq kengashining yig'inlariga qatnashib, shu jarayonda bu yerdagi bizning nurg'un yillardan buyon bizni qo'llab kelayotgan ba'zi diplomat davlatlar va tashkilotlar, xalqaro tashkilotlar bilan va yoki BDT'ning oliy dokladchilari va mutaxassislar bilan ko'rishmoqchi. Albatta bu qitimqi yig'inda jiqroq o'tirib tushadigan ve mühim temanın birisi Xitoyning chegara halqagan bostirish siyosati bo'libmi, oldingi hafta G7 davlatlarning mush to'g'riliq bir mühim bayonot chiqargan to'g'riliq bir qancha muzokaralar bo'lmoqchi. Shuningga bu fursatda hamda faqatlam o'zimizning yig'inimizni ichib boshqalar bilan boshqa yig'inlar qatnashishlar emas, bu yerda haqiqatan bir ochiq shaklda Xitoy davlati bilan jang olib berish va bu yerda nurg'unlagan xalqaro tashkilotlar dunyoning har qaysi yerlaridan kelmoqchi va mushadimu o'zimizning da'voyini kuchaytirgili bo'ldi va shu sabablardan bir hay'at Dunyo Uyghur Qurultiyining hay'atiga bormoqchi. Asiya erkin chelish lavha talish musobaqasida Qirg'izistonlik Uyg'ur yigiti Muhammad Abdullayev oltin medal olgan. Mushu ayning 21 kunidan 26 kunigacha Vietnamda o'tkazilayotgan Asiya qit'asi bo'yicha erkin chelishish lavha talish musobaqasida Qirg'izistonlik Uyg'ur yigiti Muhammad Abdullayev raqibini yengib oltin medal olgan. Muhammad Abdullayev Qirg'iziston poytaxti Bishkekda cho'ng bo'lgan va kichigidan tortib erkin chelish qiziqadigan bo'lib, uning bu qitimliq erkin chelish musobaqasida oltin medalga erishishi Qirg'iziston Uyg'urlarini faxrlantirib qolmay yana butun Uyg'ur xalqi uchun g'urur va iftixorlik tuyg'usi ekalgan. Türkiye'deki Uyg'ur vakillaridan tarkib topgan bir hay'at Uyg'urlarni davomli qo'llab kelayotgan Buyuk Birlik partiyasi markazida haftalik muxbirlarni kutib olish yig'iniga qatnashib, mazkur partiyaning raisi Mustafa Dastaji apandi bilan ko'rishgan. Partiya raisi Mustafa Dastaji apandi haftalik muxbirlarni kutib olish yig'inida o'zlarining har vaqt Sharq Turkistonning mustaqilligini qo'llaydiganligini, Sharq Turkiston masalasini Turkiyada va islom dunyosida kun tartibga kelib, Sharq Turkistonning eng tez vaqtda mustaqil bir davlat bo'lishiga kuch chiqaradiganligini bildirgan. Uyg'ur vakillari yana Uyg'urlarni qo'llab kelayotgan Yangidan Rafoh partiyasi raisi Dr. Fatih Erbaqan bilan ko'rishib, Uyg'urlarning navbatdagi vaziyatini anglatgan va yaqin kelgusi hamkorlik haqida muzokaralashgan. Fatih Erbaqan apandimmo o'zlarining har vaqt Sharq Turkiston masalasini Turkiyada va islom dunyosida kun tartibga kelib, Sharq Turkistondagi Xitoy zulmining tezroq oxirlashi uchun kuch chiqaradiganligini bildirgan. Onundan başqa yana mazkur hay'at Saadet partiyasidan parlament a'zosi Mustafa Kaya
ve Kelechek partiyasidan parlament a'zosi dotsent Selçuk Özdağ efendiler bilan ko'rishgan. Dünya Uyghur Qurultayining tashkil ishlarga mas'ul muavin raisi va Qurultay vaqfining mas'uli Abdurshid Abdulhamid efendi Turkiyadagi Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizning duch kelgan Turkiya fuqaroligi, uzun mezgillik turish ruxsati, ishlash ruxsati va diplom tonitish qatorliq turli qiyinchiliklarni Turkiya hukumati orqali hal qilinish uchun yuqorqi shaxslarga talab qilib sungan. Xitayning sun'iy aql detali DeepSeek'ning Xitoy armiyasi va Xitoy axborot organiga ishlaydiganligi ta'kidlandi. Reuters agentligining oshkorlashicha, Xitoyning sun'iy aql detali DeepSeek chet elliklarning shaxsiy uchurlari, shirkatlarning maxfiyatliklari va boshqa uchurlarni Xitoy harbiy istixborot organi va Xitoy istixborot o'rinlariga yo'llab bergandan boshqa yana Amerikaning mikro'o'zaklarini yiroqdan foydalanishga urinish, boshqa davlatlarning maxfiyatliklarini o'g'irlash qatorliq sohalarda vazifa o'taydi deb yozgan. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qatimliq sonimizgacha ko'rishgich omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.